Kafirlar bilan çatqı yo'q, musulmonlarni kafir qilish bilan aldirash, musulmonlarning ichidan kafir izlaydigan bir turli kishilarning maydonga chiqishimi qiyomatning kichik alomatlarining birisi. Matijarani qilmanglar, buningda jazoni bor, buningda shubhi bor desa, olimlar iqtisodni tushunmaydi deb halol haromga jazoni diqqat qilmay, pul tepishni o'ylaydigan bir turli kishilar maydonga kelmoqda. Pul tepishni o'ylaydigan bir turli kishilar maydonga kelmoqda. Meyli Allah'a işinadigan kişiler olsun, ya ki Allah'a işenmeydigan kişiler olsun, bütün insaniyet bu dünyanın ma'lum bir günü ahirleşidiganlıqqa işinadi. Bu günü biz kıyamet günü deb ataymiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kullu men aleyha fan. Zemin üstündeki her bir narsa yok buludu. Ve yebqa vejhu rabbike zul celali vel ikram. Fakat Allah'ın zatıyla mengü qilib qoladi deydi. Mana bu günge biz nayet yıqillab kelyapmiz. Çünkü kıyametning yaqinlashganligining kichik alomatlarining ko'p qismi yuz berib bo'ldi. Undaq bo'lsa, qiyomat kuni qachon yuz beradi? Qiyomat kunga biz qanchalik yaqinlab qoldik? Qiyomatning qachon yuz beradiganligi haqida Alloh taolo Qur'on Karimda yasalunaka anis sa'a. Ular senden, yani kişiler senden kıyametinin kaçan bulduğanlığı, bu dünyanın kaçan ahirleşidiganlığı hakkında soraydı. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, onun vakti, yani kıyametinin kaçan bulduğanlığını fakat Allah'la biladi degan deydi. Yani Allah Teala kıyametinin kaçan bulduğanlığı hakkında aniq ma'lumot bermagan. Lekin Allah Teala ve Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam kıyamet yaqinlashgan yuz beradigan bir qism cho'ng kichik alomatlarni so'zlab bergan. Kıyamet yaqinlashgan yuz beradigan kichik alomatlarning ko'p qismi, %90% qismi yuz berib bo'ldi. Bu nimani bildiradi? Bizning qiyomatga yaqinlashib qolganligimizni bildiradi. Shuning uchun bizning davrimiz, ya'ni Muhammed alayhissalomning ummatining davri qiyomatga eng yaqin davr deb ataladi. Undaqda qiyomat yaqinlashganda yuz beradigan kichik alomatlar qaysi? Uning birinchisi Peygamberimiz Muhammed alayhissalomning payg'ambar qilib avatilishi. Ya'ni Muhammed alayhissalomning oxirgi payg'ambar qilib avatilishi qiyomatning yaqinlashib qolganligining alomati. Peygamberimiz Muhammed alayhissalom payg'ambar qilib avatilgani 14 asr bo'ldi. Shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-mu, tehi qiyomat bo'lmagan tursa, buni qandaqmi qiyomat yaqinlashgan yuz beradigan alomat degili bo'lsin degan xiyol kallanglarga kelishi mumkin. Biz dunyoning umri va Alloh taolo yer yuziga avatgan payg'ambarlarning soni qarg'a vaqtimizda Peygamberimiz Muhammed alayhissalom avatilgani garchi 14 asr bo'lgan bo'lsa-mu, bu vaqtning ancha ko'p vaqt emas ekanligini ko'ramiz. Masalan, hozirgi ilm-fan olimlari dunyoning umriga 4,5 milliard yil bo'lganligini o'ttirib qo'ygan. 4,5 milliard yilga nisbatan 14 asr yo'qning hisobida. Undan boshqa Alloh taolo yer yuziga 124 ming payg'ambar avatgan. 124 ming payg'ambar ichida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam en ahirqisi. Demek biz dünyanın ömrüge qarag'a vaqtimizda ve yer yüzüge avatilgan peygamberlerin soniga qarag'a vaqtimizda 14 asrning unchalik ko'p vaqt emasligini bilalaymiz. Chunki 4,5 milliard yilning ichida 1400 yil unchalik cho'ng yil emas. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu'istu fi nasamis sa'a. Men qiyomatning oldida avatildim. Yana bir hadisda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu'istu ana was sa'a kahatayn. Men ve qiyomat mushundaq avatildim deb ikki barmoqni ko'rsatgan. Demak, qiyomat bilan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning oraliqi mushu ikki barmoqqa o'xshash yaqin. Alloh taolo Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga 14 asr burun Qur'on Karimda qiyomat yaqinlashib qolsa-mu insoniyatning g'aflat ichida ekanligini eskartib, töndik oyatni tushirgan. Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kishilarga ularni hisob oldigan qiyomat yaqinlashib qolgan tursa-mu, kishilar g'aflat ichida yurmoqda degan bu oyatni tushirgan. Demak, Alloh taolo 14 asr burun qiyomat yaqinlashib qoldi. Vaholanki kishilar g'aflat ichida degan bu ogohlantirishni tushirgan. Bizda 60-70 yil yashaydigan kishilarga nisbatan 14 asr 1400 yil nayt cho'ng bo'ldi. Lekin biz boya degandek 4,5 milliard yilni o'ylagan vaqtimizda, dunyoning umrini avatilgan payg'ambarlarni o'ylagan vaqtimizda bu yilning unchalik cho'ng yil emas ekanligini ko'ramiz. Demak, qiyomatning kichik alomatlarining tunjisi bo'lgan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning avatilishi 101 bo'ldi. İkinci kichik alomati bo'lsa, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning vafot depishi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qiyomatning kichik alomatlarini sanab, onun içinde özünün vafotini mı sanagan? Demek qiyomatning kichik alomatlarining ikkinchisi 101 bo'ldi. Üçüncüsü Masjid-ul Aqsoning ozod qilinib, musulmonlarning qo'lga o'tishi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning davrida Masjid-ul Aqso Bizantiya imperiyasining qo'l ostida edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qiyomat yuz berishdan ilgari cho'qim Masjid-ul Aqso ozod qilinib, musulmonning qo'lga o'tadiganligidan bishorat bergan. Va shundaqla bu qiyomatning kichik alomatlarining qatoridan o'rin olgan. Darvaqa Hijriya 16-yili Masjid-ul Aqso ozod qilinib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam degandek musulmonlarning
qo'liga o'tgan. 4-inchisi vaboning tarqalishi, ya'ni yuqumli kasallik tarqalishi qiyomat yuz berishdan ilgari yuz beradigan kichik alomatlarning qatoridir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qiyomat yuz berishdan ilgari qo'ylarda bo'ladigan Qo'as ismli vaboga o'xshash bir vaboning kishilar orasida yuz berib nurg'un kishilarning o'lib ketadiganligini xabar bergan. Amaliyotda Hazrat Umarning davriga kelgan vaqtida bir xil vabo tarqalib 70 mingdan ortiq kishilar o'lib ketgan. Bu tarixda Amvos vabosi deb atalgan. 5-inchisi fitnaning o'tirg'i chiqishi, ya'ni halol qaysi, harom qaysi ayrig'ili bo'lmaslik, kimga ergishimiz, kimning to'g'ri, kimning xato buni uquli bo'lmaslik. Shuning o'xshagan Alloh xolamaydigan, Alloh rozi bo'lgan ishlarning hammasining o'tirg'i chiqishi fitna deb ataladi. Mana shunga o'xshash fitnaning o'tirg'i chiqishi qiyomatning kichik alomatlarining birisi. Undaqda bu fitna o'tirg'i chiqdimi? Albatta o'tirg'i chiqdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan keyin Hazrat Osmonning vafotidan boshlangan fitna ta bugun kunimizgacha davomlashmoqda. Fitnani texmi aniqib aytgan vaqtimizda fitna tuvandagi bir qancha ishlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, dinsizlikning maydoniga kelishi. Bu bir fitna, ya'ni bu bir imtihon, sinoq. Dinsizlik tunji qatim Hazrat Abu Bakrning vaqtida o'tirg'i chiqqan. Mana bugun kunimiz qadar dinsizlik bosh ko'tarmoqda. Ikkinchisi, musulmonlar orasida ixtilofning yuz berishi, o'zaro musulmonlar bir-biridan urushishi. Bu bir fitna. Bu fitna Hazrat Osmonning vafoti bilan boshlanib, ha bugun kunimizgacha davom qilmoqda. Uchinchisi, jazoni, haroq, fohisha o'xshash gunohlarning oshkor maydonga chiqishi, fitnaning maydonga chiqishini ko'rsatadi. Mana bu 3 turli ishlarning hammasi fitna qatoriga kiradi. Qarab boqadigan bo'lsak, fitnaning hamma turining maydonga chiqib bo'lganligini ko'ralaymiz. 6-inchisi, ya'ni qiyomat bo'lishidan ilgari yuz beradigan kichik alomatlarning 6-inchisi xavorijlarning maydonga kelishi. Kofirlar bilan chatiq yo'q, musulmonlarni kofir qilish bilan aldirash, musulmonlarning ichidan kofir izlaydigan bir turli kishilarning maydonga chiqishimi qiyomatning kichik alomatlarining birisi. Bu kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davridan boshlab ta bugungi kun qadar hali ham mavjud bo'lmoqda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom g'animatni taqsimlayotgan vaqtida Zulhuvaysira ismli bir odam: "Ey Muhammad, odillik qil" degan. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ayb izlab, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni sen yaxshi qilmading deb odillik qil degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Voy haq, sana voy ist. Men odillik qilmasam kim odillik qiladi?" degan. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu xil kishilardan bizni ogohlantirib, pat yaqinda bir turli kishilar maydonga keladi. Ular yosh, ular Qur'on o'qiydi, lekin Qur'on ularning geldan o'tmaydi. Ya'ni ular Qur'onni ko'p o'qiydi, lekin Qur'onning tushunchasi ularning tafakkuriga ingi singmaydi. Ularning fikri cho'lta. Ular nihoyat ko'p namoz o'qiydi. Ularning o'qigan namozining qashda sizlar o'qigan namozinglarni nihoyat osanab qolasizlar. Ular nihoyat ko'pris tutadi. Ularning tutqan ro'zining qashda sizlar tutqan ro'zinglarni nihoyat osanab qolasizlar. Lekin ular xuddi yochaqdan chiqib ketgandek dindan chiqib ketadi. Kishilarni murji'i, murtad deganga o'xshagan har xil qalpoqlarni ko'gizib islomdan chiqaradi. Bu xil kishilar mana bugungi kunimizdami, hali ham jamiyatimizda mavjud. Ba'zi kishilarni murji'i desa, ba'zi kishilarni murtad deydi. Ba'zi kishilarni kofir desa, ba'zi kishilarni fosiq deydi. Ular davomli musulmonlar bilan o'chishadi. Mana bu xil kishilarning bo'lishi qiyomatning bir alomati. Demak, bu alomatni yuz berib bo'ldi. 7-inchisi, o'limning ko'p bo'lishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qotil nima uchun o'ltirganligini bilmaydigan, maqtul, ya'ni o'lgan odam nima uchun o'ltirilganligini bilmaydigan bir vaqt kamiguchilik qiyomat qiyin bo'lmaydi degan. Birinchi dunyo urushida 15 million odam o'lgan. Ikkinchi dunyo urushida 50 milliondan 60 millionga qadar odam o'lgan. Bularning ko'p sonliqi nima uchun o'ltirilganligini bilmaydigan begunoh, gunohsiz kishilar. Hali ham nurg'unlagan davlatlarda o'zining nima uchun o'ltirilganligini bilmaydigan norasida balalar, ayollar o'ltirilmoqda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mana mushundaq bir davr kamigacha qiyomat qiyin bo'lmaydi degan. Demak, bu davr keldi. Bu bizga qiyomatning yiqilishib qolganligini bildiradi. 8-inchisi, axloqsizlikning maydonga kelishi. Ya'ni axloqsizlikning bir madaniyatga o'yinlashi, shundaqla sil rahmining uzilishi. Qollar ara birisi-birini yo'qlamaydigan, birisi-birini yo'qlashnimi, u meni yo'qlamadi, u menga mundaq qilmadi deb birisi-biriga sabab soldigan mushundaq bir holatning maydonga kelishimi qiyomatning bir alomati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda min ashrat-sa'a al-fuhshu wat-tafahhush va qati'atur rahm. Qiyomatning alomatlarining qatoridan axloqsizlik va sil rahmini uzish deydi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qiyomat yaqinlashgan vaqtida yazharu zina, zina oshkor bo'ladi, zina qonunlashadi deydi. Bugun kunimiz qarab boqadigan bo'lsak, dal zina qonunlashgan. Tuqqanlar o'zaro sil rahmi nihoyat ojizlashgan. Bir tuqqan yana bir tuqqanni u meni yo'qlamadi, mendan ahvol so'madi deb ko'ngil og'irtib, uni yo'qlamaydigan, yana birisimi uningga sabab soldigan sil rahmini ulashning bir ibodat ekanligini unutib, birisi-biriga sabab soldigan. Bu sababli hadisda deyilgandek sil rahmini uzildigan holat bugun kunimizda maydonga chiqmoqda. Mana bu qiyomatning yaqinlashganligining bir alomati. 9-inchisi, kishilarning halol harom ayirmay pul tepishga tushishi. Halol bo'lsin, harom bo'lsin, pul tafsila hisob. Mushundaq bir holatning maydonga kelishi qiyomatning alomatlaridan bir alomat. Bugun kunimiz qarab boqadigan bo'lsak, diniy
olimlar motijaratni qilmanglar, buningda jazoni va buningda shubhi va desa, olimlar iqtisodni tushunmaydi deb halol haromga jazoniga diqqat qilmay pul tepishni o'ylaydigan bir turli kishilar maydonga kelmoqda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda ya'ti alan nas zamanun la yubalu al-mar'u ma akhadha minhu am min al-halal am min al-haram. Kishilarga shundoq bir davr keluvdiki, kishilar topgan pulining halolmi yoki harommi parvo qilmaydi deydi. Bu kofirlarga degan gap emas, musulmonlarga degan gap. Ya'ni shundoq bir davr keluvdiki, musulmonlar pul tepishni o'ylaydi. Kishilarning haqqimi, jazoni bormi, usum bormi, harom bormi, buningga parvo qilmaydi, pul tepishni o'ylaydi deydi. Bugungi kunimizda bu ahvol Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek yuz bermoqda. O'g'irlab olamdi, boshqalarning haqqini yeb olamdi, jazoni olamdi, pul topsizlar hisob. Olimlar bu ishni qilmanglar, buningda harom bor, buning jazoni bor desa, kishilar olimlar iqtisodni tushunmaydi deb olimlarning gaplarini cho'rib o'tadigan, faqat pul tepishni o'ylaydigan holat bugungi kunimizda yuz bermoqda. Bu Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek qiyomatning bir alomati. Balkim kishilar shu tijoratda foyda olishi mumkin, lekin buning oqibati aslo yaxshi bo'lmaydi. Agar Alloh taolo u bandani yaxshi ko'rsa, dunyoda jazolab uni ho'shini tepib olishiga yordam qilishi mumkin. Yoki u pul tepib, xuddi o'zini to'g'ri qilgandek his qilib, ozg'unlikqa petib ketishi mumkin. Alloh taolo uning jazosini qiyomat kuniga kechiktirishi mumkin. Mayli qanday ahvol bo'lsin, bu qiyomatning alomatining vasili bo'lib qolishini qattiq saqlanaylik. Pul topolmasak mayliki, haromdan aslo pul topmaylik. 10-si vaqtning yiqilib ketishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda la taqumus sa'a hatta yataqarabuz zaman. Vaqtlar yiqillashmaguncha qiyomat bo'lmaydi deydi. Vaqt qanday yiqilishidi? Hadisning davomida fatakunu sana kash-shahr. Ash-shahru kal-jum'a. Bir yil bir ayga o'xshash bo'ladi. Bir ay bir juma kunga o'xshash bo'ladi. Ya'ni bir kunga o'xshash bo'ladi deydi. Bugun kunimiz qarab qolgan bo'lsak, bir yil xuddi bir oydek barakatsiz qilgan ishning unumi yo'q. Bir ay xuddi bir kundek barakatsiz qilgan ishimizning natijasi yo'q bo'lmoqda. Bu hadisdagi vaqtning yiqilishidan bo'lgan yana bir maqsad, bir oyda qilg'ili bo'ladigan ishni bir kun qilg'ili bo'lash, bir yilda qilg'ili bo'ladigan ishni bir oyda qilg'ili bo'lashni ko'rsatdi. Bugun kunimizda bir oyda bosadigan musofani balkim bir soatda besib bo'lishimiz mumkin. Demak, bu ahvolmi 101 bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan bu alomatmi 101 bo'ldi. Qiyomat yaqinlashdi deganlik. Bugungi kunimizda mayli barakat jihatdan bo'lsin yoki fan texnika qurollaridan foydalanish orqali bo'lsin, vaqt yaqinlashdi. Demak, qiyomat yaqinlashdi. 11-si bozorning, ya'ni savdo sotiqning yaqinlab ketishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda la taqumus sa'a hatta tadhharul fitan va takthurul kadhiba va tataqarabul aswaq. Qiyomat fitna oshkor bo'lmay turib, yolg'onchilik ko'p bo'lmay turib va bozorlar yaqinlashmay turib bo'lmaydi deydi. Bugungi kunimizda bozorlar yaqinlashdimi? Qarab qoladigan bo'lsak, bozorga berishmi ketmaydi. Shu darajada yaqinlashdiki, telefonimizni savdo sotiq qilamiz, ishimizning oldiga akab beradi. Payg'ambarimizning bu hadisi bir tarafdan qiyomatning alomatini bayon qilsa, yana bir tarafdan bu hadisning mo'jizaligini isbotlaydi. 14 asr burun Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bozorlar yaqinlashadi dedi. Bugun kunimizda bozorlar haqiqatan yaqinlashdi. 12-si, ya'ni qiyomatning alomatlarining 12-si layoqatsiz kishilarning ko'tarilishi, layoqatli iqtidorli kishilarning chetga qiqilishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom innaha satati alan-nas sununun khudda'a yusaddaqu fiha al-kadhib va yukazzabu fiha as-sadiq. Zaman oxirida kishilarga aldamchi bir yillar keladi. U vaqtda, u yillarda rostchil yolg'onga chiqariladi. Yolg'onchi rostga chiqariladi. Ya'ni yolg'onchi bir odamning gapiga hamma odam ishonadi. Uningga ergashadi. Ammo rostchil samimiy odamga ishonmaydi, uningga ergashmaydi. Hadisning davomida xoinga omonat qo'yiladi. Omonatdor rostchil kishilar xoinga chiqariladi. U vaqtda so'zlaydiganlar, jamoat beshi, rahbarlar ro'y bezilar bo'ladi deydi. Sahobalar ro'y bezlar degan kimlar deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ar-rajulu tafa fi amril amma. Past kishi, umumning gapida so'zlaydigan past kishi deydi. O'zi umumning gapida kishilarga vakolatan so'zlashga haqqi yo'q turib, layoqatsiz turib, umum haqida so'zlaydigan kishilarning beshga chiqib oldigan kishi deydi. Bugun kunimiz qarab qoladigan bo'lsak, kishilarga yetakchilik qilaman deyotgan kishilarning beshiga chiqib olgan, umum haqida gap qilayotgan kishilarning Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek haqiqatan ro'y bezilar, ya'ni layoqatsiz past kishilar ekanligini ko'rib olamiz. Rostchil omonatdor kishilarning chetga qilganligi, ularni xoinga, munofiqqa chiqarganligini nihoyat aniq ko'rib olamiz. Yuqorqi qiyomatning kichik alomatlari qarab qoladigan bo'lsak, hammasining degandek 101 bo'lganligi yoki 101 vatganligini ko'ramiz. Bu bizga qiyomatning naqadar yiqilishib qolganligini, ammo bizning naqadar bexud o'limni unutib, mushu dunyoga dunchishgan holatda yashab ketayotganligimizni eskardi. Bundan boshqa yana nurg'unlagan qiyomatning alomatlari bor. U alomatlar naq bugun kunimizda 101 vatgan. U alomatlarning tafsiloti haqida kelarki darsimizda to'xtalamiz. Buning qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.